Ha, va qanaqa harakat qiladiganimizni taxmin qiladi. Biz rosa ehtiyot bo'lishimiz kerak. U turli rejalar tuzatgandir. Qizlar, Black, boya nimalar bo'ldi? Daisy, Jack. Biz boya X koinotida yotoqxonada edik. Yana nimaga bo'tdamiz? Ko'rinishlarimiz ham eski vaqtlardagidek. Buni bitta ma'nosi bor va bu xuddi parallel koinotlar kabi aqlni hayratda qoldiradi. O'tmishga qaytdik. Lekin bu qanaqa qilib bo'ldi? Daisy, sen oxirgi bo'lganlarni eslasanmi? Eslamasam senga Jack dirmadim. Uf. Black, Daisy nimaga senga Jack dedi? Chunki rostagasi emasmi Jack? U ham bu koinotga X koinotidan keldi. Xuddi mendek. Va sizlarga ismini Black bo'lganini aytib sizlarni aldatdi. Daisy, jinni bo'lib qoldingmi? Sen tufayli bu yoqqa kelganim uchun sendan jinni bo'lib qolishim kerak. Bizani yillar davomida aldadingmi ya'ni? Sizlar uni eshitmaylar. Endi biz kimga ishonaylik? Sen X koinotiga olib ketgan kim edi? Men edim. Shuning uchun menga ishonishinglar kerak. Biz o'tmishga qaytdik. Nechinchi yildamiz? Hammamiz hozir yer koinotida bo'lsak, 2010 yili bilan 2016 yilda orasidamiz. Ya'ni hali ham Black qo'limizda va Daisy qani? Boya ketdi. Bilmadingmi? Bu ochadigan joy qayerda edi? Ochadigan tugma oldin boshqa joyda edi. Men rejalarimni amalga oshirmagunimcha va yangi koinot topmagunimcha sen shu yerda qolasan. Qizlar, Black yolg'on gapiryapti. Ya'ni Jack. Ya'ni nima qilamiz? Hech narsa. Qanaqasiga? Nima qilishimiz mumkin? Laistik unda va har holda bizani X koinotiga jo'natadi. Va biz ham qaytadan maqsadimizga erisha olamiz. Lekin Jackga qarshi kelsak hech qanaqa yutug'imiz bo'lmaydi. Jackning tarafida bo'lamiz ya'ni. To'g'ri. Lekin unga Jack demanglar. Black deylar. Ishonganmiz deb o'ylaydi. Shunda rostakasim Black qayerda? Bilmayman. Uni topib qutqarishimiz kerak emasmi? O'rtog'imiz-ku. Biz hech narsa qila olmaymiz. Lekin u bizning o'rtog'imiz. Faqatgina o'zimizning maqsadimizga qaraylik. Men 2008-yilning boshiga qaytishni rejalashtirgandim. Nimaga 2010-yilga qaytdik? 2008-yilning boshiga qaytib, Pinkni qutqarmoqchi eding va hammasini teskarisiga aylantirmoqchi eding. O'zingni qazgan qudug'ingga tushding. Yana bir normal ixtiro qila olmading. Har doimgidek. Hali ham asalikdasan va qo'lingdan hech narsa kelmayapti. Vaqtni o'tmishga aylantirganing uchun laistikni boshidan qaytib yasashing kerak. Meni tushunmagan narsam, o'tmishga qaytgan bo'lsang, nimaga hamma narsani eslaymiz? Portaldan o'tgan hamma odamlar hamma narsani eslatdi. Mayli hop. Sen qanaqa qilib eslaysan? Bilganimga ko'ra sen hech portaldan o'tmading. Hatto sen zarar ko'rmading, birinchi Pink o'tgandi portaldan. Aslida Pinkdan oldin portalni sinab ko'rishim men birinchi o'tgandim. Lekin xavotir olmasin deb unga aytmagandim. Shuning uchun men ham hamma narsani eslayman. Sen ham hamma narsani eslashing yaxshi bo'ldi. Chunki shunaqa qilib laistikni tezroq yasab yangi bitta koinot topishim mumkin. Meni vaqtim ko'p. Sen tufayli. Yangi bitta koinot topdim. Nima? 1 minut. Qachon topding? Aslida oldin topgandim, faqat senga aytmagandim. Chunki X koinotidan o'g'irlagan Jenny Jisoo Laisani ishlatishini xohlamasdim. Ya'ni menga yillar davomida yolg'on gapirding. Ha, va hozir aytdim. Koinotning ismi nima? Z koinoti. Z koinotda oilamiz bizani tashlab ketibdimi? Yo'q. Yaxshi. Z koinoti uchun X koinotdagi qizlarni emas, meni ishlat. Va bu koinotdan tezroq ket. Oyog'ingdagi zanjirni qo'yib yuborishim bilan rejalarni rasvo qilasan. Yo'q. Men kimni va ishlatadiganini rosa yaxshi bilaman. Biz keldik. Va binodagi zallarni ko'rmoqchi emasmiz. Men ham sizlarni aylantirmoqchi emasman, lekin YG sizlarni aylantirmaganimni eshitib qolsa, sen bizani aylantirganingni aytamiz. Bizga ishon, hamma zallarni bilamiz. Lekin sizlarga nimaga ishonar ekanman? Hali bugun keldinglar va
Sizlar menga hech yoqmadinglar. Ayniqsa sen sariq soch. Sen haqingda hamma narsani bilganimiz uchun meni sariq soch deganingga ham urisholmayapman. Black. Sizlar meni haqimda nima bilar ekansizlar? Seni o'zing haqingda bilganlaringdan ko'prog'ini. Ha, kichkinaroq jo'jalar ham yesin. Xonalarni aylanmaydigan bo'lsanglar, men ham ozgina uxlab olaman. Yana kechqurun 6 da yig'ilish xonasida ko'rishamiz. Kech qolmanglar. Bo'lmasam birinchi qoidani buzgan bo'lasizlar. Savoli bo'lgan. Obed soat 6 da yig'ilish xonasida ko'rishamiz. Kech qolmanglar. Bo'lmasam birinchi qoidani buzgan bo'lasizlar. Savoli bo'lgan. Men bu yerda deja-vu yashadimmi? Sizlarni bu soatda nima ishinglar bor? 6 da kelishinglar kerak edi. Nima bo'lishini bilmaganimiz uchun 1 soat oldin keldik. Bular nimaga menga 1 soatdir tirjayib o'tirishibdi? Qizlar, menimcha Blackpinkga hamma narsani aytib berishimiz kerak. Ishonmasachi, unga kelajakdan kelganimizni isbotlashimiz kerak. Masalan, arvohli raqs zali. Blackni bizani xonaga qamab qo'yadiganini hammamiz bilamiz va buni yaqin vaqtda qiladi. Buni tushuntirishimiz mumkin. Yoki o'rtog'i Parkchining haqida hamma narsani bilganimizni aytib beramiz. Kelajakni ko'radiganini biladiganimizni ham aytamiz.